Assalomu alaykum qadrli do'stlar. YouTube kengliklaridagi Sayroqi mo'jizalar kanali orqali sizlar bilan uchrashib turganimdan shodman. Здравствуйте, дорогие друзья. Я искренне рад очередной встрече с вами на нашем YouTube kanali Pevchие чудеса. Qadrli do'stlar, men yana Uzzo marketga tashrif buyurdim va bu shunchaki emas. Bugun ham qushlar ozuqasiga oid yangiliklarimiz bor. Дорогие пользователи нашего канала, я сейчас нахожусь в Uzzo markете. И сегодня тоже вас ожидает новость. Qadrli do'stlar, birgalikda tomosha qilamiz va ozuqa bahonasida biz boshqa yangiliklardan ham bahramand bo'lamiz. Darvoqe, YouTube ga men kattaroq videoni hozir joylayman, lekin qisqa videolarni Instagram orqali ham ko'rishingiz mumkin. Nurmuhammad Anvar deb yozsangiz mening akkauntimga to'g'ri kelasiz va ana shu akkauntda batafsilroq qaysidir mahsulotlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Qani unda boshladik. Marhamat. Qani unda boshladik. Assalomu alaykum. Yo'qsanaga qormang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Assalomu alaykum Jasur. Sizmisiz? Bir necha hafta oldin ham, bir necha oy oldin ham uchrashgan edik. Donli masjiddan olib turamiz, har xil yangi donli masjidga keladi. Birinchi bo'lib shaharimiz bo'yicha yangi kelgan donlar masjidda. Ibodillar ham qanday? Ibodillar hozir yo'lda kelyapti. Nevaralarini sirkka olib borgan ekan, shuni o'xshab uyga. Bir hozir yetishib biz ham aylanardik sirkda bolaligini eslab. Qadrli do'stlar, bu do'konda yangiliklar tez bo'lib turadi va har gal bu yangiliklardan sizlarni xabardor etishga harakat qilamiz. Дорогие друзья, мы стараемся побольше рассказывать о новизне в этом рынке, в этом магазине, а здесь новшества частое явление, то есть не заставляет нас долго ждать. И вот сегодняшняя новость, вот этот корм из Голландии, вот голландский корм, Висбрук, да, по-моему, название, Это новый корм, то есть на рынке Узбекистана это премьера, можно сказать. Qadrli do'stlar, mana bu Gollandiyadan keltirilgan ozuqa ekan, hasharotxo'r qushlar uchun mana shu katta yangilik. Hozir batafsilroq Jasurdan so'raymiz. Jasur, ozgina gapirib berasizmi? Assalomu alaykum. Avvalambor, hop, bu O'zbekistonimizdagi yangilik. Gollandiyadan bu hali ko'rib hali kelmagan, endi kelishi. Bundan oldingi anaqalarimizda faqat Italiyaniki, Belgiyani keyin Gollandiyadan yangilik. Birinchi marta kelishi. Hop, bu qurtxo'r qushlarimiz uchun aynan shamani rasmi tushirilgan, lekin gavurlar, bulbul, hamma hasharotxo'r qushlarimiz esa bo'ladi. Katta hajmli qushlarimiz esa. Bu yirikkina granulaga o'xshaydi. Granula, ha. Juda ham yumshoq ekan. Hop, buni tarkibi qanaqa? 30% dan ortiq. Mana yozilgan, mana demak 30% insect deyilgan. Bu insect hasharot degani, ya'ni bu ozuqani 30%ni hasharotlar tashkil qilar ekan va men hali tarkibini o'qiganimda qora askar ham bor edi, keyin kepek qurti. Endi ko'pchilikni aslida mana bu nuqtasi ham qiziqtiradi. 265 ming so'm ekan bu 1 kilogramm, ha? 1 kilogramm. Italiyadan keltirilgan Manitobaga qaraganda ancha qimmat. Buni sababi nima ekan? Sababi endi bu premium klassli ko'rim. Bu 30% qurtxo'r anaqasidan tashqari bunga qo'shilgan vitaminlar juda ko'p. Endi buni qayerdan endi qiziqqan odam mana bu tomonda QR kodi bor. Darvoqe, mana bir o'qiylik shu joylarini. Xo'p, bu ozuqa sal ko'rsatsangiz mana bunday. Demak, bu 2006-yilda asos solingan ekan bu kompaniyaga. Juda sifatli ozuqa deyilmoqda qushlarimiz uchun. Va agarda sizda qandaydir savollar paydo bo'lsa, mana shu QR kod orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin deyilgan. Shunaqa. Дорогие друзья, вот фирма основана в 2006 году, то есть 19 лет, да, прошло, ну почти 20 будем говорить. И вот если какие-то вопросы будут, можно через вот этот QR-код найти ответы. Упаковка очень хорошая, такая качественная. Keyin hozir orqa tomonni bitta ko'rsatsangiz, mana bu yerda yana batafsil ma'lumotlar bor. Men ataylab yaqinroq qarataman.
Hop, hozir mana. Я специально немножко задерживаю кадры, чтобы можно было прочесть. Ha, darvoqe mana bu saqlash muddati 2027-yilgacha ekan. То есть срок годности до 27 года. Gap yangi kelgan. Вот можно прочесть, вот поставив на паузу, прочесть составы, то есть дополнительную информацию. Bunisi hozir ichini ham olib kelishgan. Ha, darvoqe Jasurning aytishi bo'yicha bu qop shaklida ham kelgan, ha Jasur? Ha, mana bunday. Bu yerda necha kilo ekan? Bu 10 kilolik. Ha, ichini qo'shib bo'ladi. Qop tegisi agar olinsa kiloga ancha arzon tushar ekan, ha? Ancha. Ha, yirikkina ekan. Granulalar ancha yirik. Yani taxminan 4 mm ga yaqin uzunligida granulы не совсем маленькие. Juda ham yumshoq, qo'llanmoqchi bo'linib ketadi. То есть они быстро с легкостью крошатся. Ага. Да, очень с легкостью крошатся. Ну, где-то 4 мм в длину, 4-5 примерно. Запах hidi hozir qani. O'sha hasharotlarning ham hidi bor. O'zi sifatli ozuqalarda hasharotlarning hidi kelib turishi kerak. Endi hasharot qo'shilgandan keyin kiloga olinadigan bo'lsa ancha arzon ekan. Если в развесном виде брать, то это подешевле. То есть 160 тысяч, это будет в долларах 13, где-то 13 долларов будет килограмм. А если вот в этих пачках, то 265 тысяч. Это будет 24, да, где-то? 24 доллара отрок, а? 20? А, 20, да, где-то 20, чуть больше 20 долларов, по-моему. Ustida shama tasvirlangan, azizlar. Shama uchun juda qulay ozuqa deyilgani bu, lekin shamadan tashqari boshqa hasharotxo'r qushlarga ham bu to'g'ri kelsa kerak deb o'ylayman. Albatta, yangilik yaxshi, ya'ni o'sish bor degani. Westbrook kompaniyalaridan juda ko'p Tepada xil kelgan. ancha bor ekan, hozir ko'rdim men ham. Mana bu ham qurtqur qushlarimiz, hozir tur ko'rsataman. Aha, shuni yaqinroqdan bir ko'rsatsangiz. Ну, такой приличный, нормальный завоз. Это впервые в Узбекистане. Bizdan o'zimizdan qishlagan beryapmiz. Ha, bu sinovdan o'tdi o'zi. ha, ichidagi boshqa ozuqa. Mana hozir ko'rsatgan Bu granulamiz. boshqa ozuqa. Bu boshqa ozuqa. Bu miyasi yumshoqroq. Shu Westbrookmi bu ham bunday? Bu ham Westbrook. Buni ham tarkibi 30 dan ortiq insekti. Тоже запах такой. Ну, насекомыми, да, пахнет? Влажный. Вот это, да, вот влажненький корм такой. Он для более мелких птиц. Да, вот для синичек, усатая синица. Да. Вот, чтобы вы могли ознакомиться. Bemalol yaqinroqdan tanishishingiz uchun ko'pchilikda savol paydo bo'ladi. Nasroq bo'ldi 2025 yil chiqqan ekan, ha? Ha. 2025 yil chiqqan ekan, 27-yilgacha. Buni qarang, vlajnik kuchliligini. Bunday chiqsam kuzov bo'lib qoladi. Aha. Vlajnik juda kuchli edi. Aha. Mana shu qushlarga beryapmiz. Bas berganimizdan keyin sayranayotgan qushlar sayrashni boshladi. Ha, endi tarkibidagi o'sha oqsil proteinlar kuch beradi-da. Qushlar haqida hozir birozdan keyin to'xtalib o'tamiz. Jasur ko'pchilikni narxi qiziqtiradi. Har doim so'rashadi, nech pul. Hamma roliklar ostida izohlarda narx so'raladi. Kilosiga 265 ming so'm. To'g'ri, Manitobadan ko'ra bu ancha qimmat. Manitoba hozir nech pul kilosi? Kiloga qo'shsa 135 mingga bo'ladi. 135 ming bo'lsa, Teng baravar. 2 barobar Manitobadan qimmat. Endi savol tug'iladi, nima uchun? Qadrli do'stlar, bu ozuqa premium klassga ega ozuqa. Shu bois ham uni narxi yuqoriroq bo'ladi. Manitoba ham juda mashhur ozuqa, lekin u
ommabop ozuqalardan. Uni ko'pchilik oladi, ya'ni hamyonbop deylik. Bu esa ichida endi ingrediyentlardan kelib chiqqan holda mana shu narx belgilanadi. То есть, дорогие друзья, вы можете спросить, почему этот корм явно дороже стоит. Ну, написано, что он премиум класса корм. Сроки мы посмотрели, со сроками все в порядке. То есть вот эта Висброк компания, она довольно-таки солидная компания. Ну, 19 лет на рынке это немало. Европейский голландский корм. Вот тут есть еще вот в ведерках корма вот этой компании. Ну, надо будет приехать посмотреть. Самый хороший вариант приехать и посмотреть. Ozuqalar masalasida yana qandaydir yangiliklar bormi? Ozuqalar endi sava kokillarda bor. Ha, hozir endi firmaniki juda vitaminlarimiz ha, ko'p. vitaminlar ham bu firmaniki. Xo'p, men bu vitamin E plus selen ayni qurtxo'r qushlarimiz uchun. Endi sava kokillarga bersa ham bo'ladi. Bayram bittasini ko'rsin. Buni eng yaxshi tomoni hamma dorilarimizda 1 grammi 250 ml suvga ketgan. Lekton, mana hamma bilgan fertivit, vitaminlar. Buni 1 grammi 1 litr suvga. Tarkibi E vitaminlari o'ta kuchli. Mana bashinadan berishsa bo'ladi. Vitamin hop bittada mana bunaqasi kelgan. Qarang. Vitamin A, D3, E, S bittada jamlangan multivitamin. Buni ham mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Vitaminlar tarkibini qarang. Vitamin A 50 ming bergan, vitamin D3 5 million bergan. Juda kuchli tarkib. Buni ham 1 grammi 1 litr suvga. Buni 1 grammi 3 ming so'm. Hop, bundan oldin ko'rsatganimda 1 grammi 3,5 ming so'm. Витамины для птиц, дорогие друзья, именно этой компании Висброк. Bu kalsiy, jiddiy kalsiy. Hamma har doim parashov qilinadi. Jiddiysi kelgan. Bemalol suvga tomizib bersa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Buni ham 1 grammi 1 litr suvga. Juda kuchli. Effekti yaxshi, metabolizmlarni me'yorda ushlab turishlar. Odamlarga endi mana masalan tarkiblari bemalol pauzaga qo'yib tomosha qilish ham mumkin bo'ladi. Можно поставить на паузу и вот прочесть. Со сроками все классно. Yani yap-yangi mahsulot mana. Jasurni endi ishlab turgan paytlarda ozgina chalg'itib turibmiz. Siz bemalol qarab turing, men bunda ichkarini bir aylanaman ungacha. O qafaslarimiz, qafasga qiziqadigan do'stlarimiz. Mana shu pozitsiyalar bor ekan, bambuk qafaslardan. Kubia firmasini qafaslari yog'och, tik daraxtmi deyishardi, o'sha kачественный клетки от фирмы Kubia. Индонезийское производство. Sabalarga bo'lsa kerak. Kanareykadan. Kepay qurtlari Zophobos. Kepay qurtlari ham bisyor. Mana bunaqa ozuqalar bor. Narxlari ham yozilgan ustida. Такие корма есть, вот, ценники. Razignola italyanchasiga bulbul degani. Shaq-shaqlar uchun ekan. Kabutarlar uchun. Manitobadan. Bu toshchalar menimcha. Mushuklarimiz uchun ham bor ozuqalar. Juda katta pozitsiyalari qafaslarni. Ha, men har doim mana shu idishlarga to'xtalish xohlayman. Jasur, har doim e'tiborimni tortadi shu idish. Azizlar, bu hasharotxo'r qush boqadigan insonlar uchun juda zarurat.
Har doim alohida urg'ulashga intilaman bu idishlarni. Mana bu konteynerlar mayda to'rchasi bor. İchiga qurt solganimizda uni ekskrementlari, ya'ni axlatlari tagidan to'kilib, xuddi shunaqa boshqa konteynerga tushib qoladi. Ya'ni uyga chang tarqalmaydi va qurt har doim toza holatda saqlanadi. Вот я всегда утрирую вот на такие тары, дорогие друзья. Вот они очень удобные. Здесь видим мелкое сито, через которое даже мелкий мучник не пролезет, но зато его экскременты будут отсеиваться. И то есть вредность для человека минимальная. Я пользуюсь вот именно вот такими маленькими. Kichkinasi qolmabdi shekilli, kichkina pozitsiyalar. Hozir katta pozitsiyalar ekan. Nech pul edi bu hozir? Kattasi 200 ming so'm. Ha, 200 ming so'm ekan. Shu kattasi bu degani 18 dollar atrofi, 17 dollar atrofida. Примерно вот большая позиция, вот таких маленьких не осталось. Вот большая позиция где-то 17 долларов стоит. Но уверяю вас, это классная тара. Buni ham shu o'kadagi bir paytlar Gollandiyaga borganda ko'rib kelganlar, Gollandiyadagi marketlarni. Rahmat shuni joylaganlariga. Meni shaxsan og'irim rosa yengil bo'ldi. Bir paytlar tog'oralarning ichida saqlardik kepay qurtlarni. Endi u paytlar o'tib ketdi. Hozir mana shunaqa zamonaviy vositalardan foydalanishimiz mumkin. O'zimizdan ham allergiyamiz kuchli-da, allergiya chaqirmayapti. Chaqirmaydi, bu tegiga to'kilib ketaveradi. Zofobus nech pul ekan kilosi? O'rtacha hajmdagi zofobus 250 ming so'm. 250 ming so'm ekan, kilosi bu 22 dollar degani. Kilogram 22 dollar, 20 dollarmi? 20 dollarga bormaydi. Ha, 20 dollarga ham bormaydi. 250 ming so'm. 20 dollar. Yo'q, 20 dan ko'proq ham menimcha. Где-то, ну, 20-22 доллара килограмм. Средний зоофобус. Kepay qurti yo'q. Kepay qurtimiz qolmabdi. Muchnik закончился. Xo'p, endi hozir donxo'r qushlari mavsumi, kuz-qish. Jasur donxo'r qushlarimizga, xususan sava boqadigan do'stlarimiz qaysi ozuqalarni taklif eta olasiz? Har doim shularni Elevage firmamizda bor. Buni har doim bunaqa reklama qilamiz. Qanaqa? Sayratish uchun. Juda quvvatli ozuqa. Qo'limizdan nimalardir chigirtkalar sakrayapti desam, bu chiroq ekan. Chiroq. Yangi kelgan ko'rimlarimizdan bular keldi. Manitoba firmamizdaniki. Narxi ham shu ommabop chiqqan 100 ming so'm qildi. Kilosi 100 mingdan, a? Килограмм 8 долларов от фирмы Manitoba для зерноядных. Разнотравье. Запах тоже очень приятный. Bundan 20 yil oldin bunaqa ozuqalar hatto tushimizga ham kirmasdi. Kunga boqarib bunaqa maydalari borligini hatto bilmasdik. Hozir qay darajada o'sish, rivojlanish. Bularga ham to'xtab o'tib ketsak bo'ladi. Camellini, bu ham Italiya, shu Manitoba mahsulotimiz. Sal yorug'roq qilsak bo'ladimi? Sal do'konimiz. Mayda urug'. Juda yog'li, badalarini yaxshi ushlab turish uchun. Xo'p. Buni ko'pchilik biladi bu gullar rasmini. Narxi 120 ming. 10 dollar. Bu gullar ko'pchilik biladi, rastarovshi. Qushlarni har xil bundaqa ximikat nimadirlar bor yeydi-ku. Jigarini tozalashga shularga kerakli narsa deb bilamiz. Rastorov shuru, buni 1 kilosi 120 ming so'm. Mana bizga aynan kerakli yengil narsa Kisori bilasiz? Sashlatqi o'riq. Bizga bu sotuvga o'zi kelmagan, bunaqa pochkali, kiloli varianti kelmagan. O'tgan safar yo'q edi bu. Yo'q. Yangilik ekan-da bu ham. Bu yangilik bunaqa holatda hali kiloli hech kim olib kelmagan o'zi. Bizda shuga degan iltimos qilib mana shuni menga olib kelib bering. Menga kerakli olib keltirdim. Juda sifatli narsa. Savala Tullo mahallida zo'r yeydigan narsa. Tullo mahallida yesa, mana shu qip-qizil chiqaveradi bunda. Tullo mahallida vitamini ko'p. Chunki bu chashratqo'ni o'zi bilgan odam biladi. Bunda mayda guli bo'ladi, ichidan 4-5 dona urug' chiqadi. Juda terish qiyin bo'lgan narsa. Mana bulardan olib kelib qo'ydik. Kimga kerak bo'lsa, narxi 200 ming so'm.
O'rtacha 17 dollarlar. Jasur, mayli, video ostidagi izohlarda albatta manzil qoldiriladi, lekin siz yana bir bor ozakam ayting, haligacha manzilni topa olmayotganlar bor. Aka. Shu narsada har doim muammo bo'lyapti. Xo'p, qanaqasini desam bo'ladi? Toshkent shahri, Yunusobod tumani. Yunusobod tumani. Xo'p. 11-kvartal agar Yandex orqali keladigan bo'lsa, xo'p, Uzzo market yozsa ham to'g'ri do'kon tagiga keladi. Navigatorga Uzzo market yoki 11-kvartal Yunusobod Shoh ko'chasi 11-kvartal to'g'ri A yozsa ham to'g'ri keladi. Yo'q, nakasi orqali kelmayman, o'zim to'g'ri kelaman, Yunusobodni bilaman degan odamga hop Yunusobod Universal quruq. O'ngga shundoq. Bu yog'i 3 qahramon quruq. Ikkita quruqni o'rtasida. Ha, Yunusobod aylana yo'lidan o'ngga burilamiz, ya'ni 3 qahramon aylana yo'liga chiqadigan yo'l, ikkita aylana yo'l o'rtasida o'ng qo'ldagi do'kon, ya'ni 11-mavze. Yunusobod tumani 11-mavze. Адрес, дорогие друзья, очень многие спрашивают, как найти город Ташкент, Юнусободский район, 11-й квартал. И это от круга Юнусободского круга к кругу Уч-Кахрамон, вот между находится. Если на Яндекс написать Узzo Market, то адрес покажется и в навигаторе можно спокойно увидеть. Эх, u yangi televizorlar ham qo'yilibdi. Darvoqe televizor sotilmaydi. Zo'r. Rosa chiroyli tasvirlangan to'tiqushlar. Bu qafaslarni o'tgan safar ham ko'p ko'rgan edik. Ozuqalarni mana ko'rdik, do'stlar. Anchagina ozuqalar bor. Donxo'r qushlarimizni ham bemalol siylashimiz mumkin, faqat doimiy nazoratda bo'lish kerak. Ortiqcha vazn to'plashidan himoyalashimiz zarur bo'ladi. Mana shu do'konning birorta bo'sh joyi yo'q. Mabodo biror bir sichqon kirib qolgan taqdirda ham menimcha topa olmaydi joy. Hamma joy bandlangan mahsulotlar bilan. Mana mushukchalar uchun qancha aksessuarlar bor. Akvarium baliqlari ancha kamayibdi. Baliqlar endi xudo yengildan kelgan. Sotilib ketibdi-da ko'pi. Ha, ko'p qilib bervordik. Aha. Endi xudo xohlasa yangi yildan keyin to'ldirib chiqadi. Aha. Mana bu kattagina idishlar ko'p ekan. Yangi partiyasi kelgan chog'i. Ha, olinglar do'stlar, qurtxo'r qush boqadigan insonlar uchun bu juda ham kerak. Buni bir ishlatib ko'rganinglardan keyin bilasizlar. Bu chigirtkami, Jasur? Buni chigirtka boqadigan narsalarimiz ham kelgan, unga to'xtala olmadik. Nega to'xtalmaymiz? Bu yoqqa odam kelib chamib qoldik. Ha, hozir gapirib bering ularni. Darvoqe chigirtkalar necha pul bular? 50 ta. Endi istaganga solinadi. Bir 15-16 gram solinsa kerak, soniga hisoblasa 50 ta, 55 ta chiqadi. Aha. 20 mingni sotyapmiz. Aha. Nechtasi bo'ladi uning ichida? Bir 50 tacha bo'ladi. Bundan ziyod. 50 tasi 20 mingcha. Ani bozordagiga o'xshab 40 ta solib qo'ymayapmiz. Endi ko'p bo'lgani uchun o'zimiz mana yetiltirib qo'yamiz. Bemalol kelib olishsa bo'ladi. Sверчки можно, да, черные сверчки покупать. Hop, endi chigirtkalarni ko'paytirish ozuqasini dedingizmi? Ozuqalar kelgan. Qiziq bu. Qani, ko'rsatingchi. Mana rasm qo'ygan chigirtka, qurt bularni chigirtka qurtligiga berish yaxshi yeydi. Bundan tashqari chigirtka qurtga yedirtirib turib, bu qushlarimiz uchun berishsa ham buni tarkibiga qo'shilgan tarkib через o'sha qurtxo'rlarimiz orqali ketadi. Qoyil, дорогие друзья, обратите внимание, вот Jasur говорит, что вот этот корм от фирмы Висбрук, он для насекомых, то есть для кузнечиков. На нем они хорошо растут, а? Yaxshi katta bo'ladi-da. Ha, yaxshi katta bo'lishiga ham bularga ham o'tadi bu orqali, a? Yaxshi ozuqa. То есть можно кормить сверчков вот этим кормом. Mana shu turishi 350 ming so'm ekan uning. Turishi emas, kilosi. Kilosi, ha. Килограмм 350 тысяч, это где-то 30 долларов будет примерно. Buni ikkinchi qilgan bor. Да, kilogramm. Buni ichi ochilmagan, ochmagansiz. Aha, bitta ochib ko'rsatsangiz qanaqa ko'rinishi ekan.
Lekin bunaqasini ko'rmagan edim hali. Mana bular unaqalarga. Kepak qurtlarga. Yo'q. Kepak qurt chigirtkalar ustiga sepib qushlarimizga berish uchun. Qani mana shu yoziqlarni ham mana mabodo do'stlarimizni qiziqtirsa, mana o'qishinglar mumkin. Pauzaga qo'yib bemalol tanishasizlar. Endi agar bittasini ochib ko'rsatsangiz, hozir jasur och kunlarigacha men qushlarni ozgina tanishtirib turay. Tog' maynasi ham bor ekan. Siniya птица. Bu Parus Mayer, katta chitak savalar va sayroqqa moy qut. Ketkes vaqti. Amadinkalar bolaligimda zoo do'kondan shuni bittasini olgan edim, lekin o'lib qolgan, yashamagan edi. Do'stim bilan pastga tushib ko'mgan edi kesimda. Kichkina chuqurcha qazib. Sayroq shaq-shaq, Shama, bu mashhur Garulax. Bu qo'rqmas ekan ama. Bu oyoqda kalsiyolari bilan ochirilgan. O'zimizda ochirilgan-a? Yo'qdan kelgan ochirilgan. Savalar ham bor ekan mana. Chichotka ham bor ekan-a? Chichotka juda chiroyli qush chichotka. Bular nech puldan jasur chichotkalar? 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan. $8 chichotki stoyt. Kanaplankalar, repalovlar. Bular nech puldan? 50 ming. 50 ming so'm ekan. $3-4 repalova. Bu Garulaxsiz nech pul? Odamdan qo'rqmaydigani? $600 qilib bera olamiz. $600. То есть ручной. Bunlar yetishadi, ya'ni sal yomon bo'lib qolgan ekan. Kunlarni olib qarab qo'ydik. Shamalar-chi nech puldan? Shamalar 350 dan 500 gacha. $350 dan $500 gacha ekan. Hammasi yo'lda ochirilgan. Go'jalikda kelib boqilgan qushlar. Shama начинает от $350 до $500. Qo'rqmasdan qo'ldan qo'shiladi. Aha. Qani ochdingiz-a buni? Un sifat bo'lar ekan-a. Mana bu hasharotlarni boqish uchun ekan bu do'stlar. Mana hidi qanaqa ekan? Это корма для насекомоядных. Для насекомых. Kilosi 350 ming so'm ekan. Bunaqasi ham bor-a? Mana bu yirikroq ekan. Bu yirikroq. Bularni o'sha ustiga sepib bersizlar, qushlarga. Mana qushlarni o'zi ham yuradi bemalol, ha? Ancha bular yo'q edi o'tgan safar, ha? Bular hammasi yaqin-da, Gollandiyada. Klass narsalari. Hammasi premium klass ekan. Xullas, do'konga tashrif buyuringlar, ko'ringlar, kuzatinglar. O'zingizlarga qaysi biri ma'qul kelsa, o'shani olishinglar mumkin. Ko'pchilik o'rgangan Manitoba ozuqalari ham mana bisyor. Manitoba bor, undan tashqari Canario firmalarining mahsulotlari bor. Bu ham yangi keldi. Programlarni ham mana ko'rib o'tkazsangiz bo'ladi. 2027-yilgacha. Aha. Bular yangi partiya kirib keldi. Svejligi zo'r. Bedanadorlarimiz to'xtab qolgan edi. Aha. Italiya bedanalarini juda ko'pchilik ochirishdi-yu, ochirishyapti ham. Hozir Toshkent shahri O'zbekistonda Italiya bedanalari trendda rivojlanib ketdi. Ko'pchilik ochirdi ham ularni, ular uchun ham alohida ozuqalar bor. Bemalol do'konga kelishinglar mumkin. Hamma narsani ipidan ignasigacha tasvirda ko'rsata olmaymiz. Yaxshisi o'zingizlar kelib tomosha qilishinglar. Yana bor yengili. Qani? Sho'kadagi Xormey, assalomu alaykum. Xormey, sizmisiz? Charchaming? Yaxshimisiz? Husan aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Rahmat. Qanaqasizlar o'zingizlar? Rahmat. Yo, shuncha uzoq qahva ichish mumkinmi? Chiqargansizlar-ku tashqariga. Hozirgi qilgan ishinglarda mana hozirgi qilayotgan. Oldingi paytda 2 dona zo'r magazin bo'lardi. Men shuni eslayotgandim hozir. Hayvonot bog'ini oldida, bittasi Aleskida bo'lardi. Hozirgi zo'r magazinlarni qaranglar. Shuncha narsa, boqishga sharoit, hamma narsa bor. Bor, pista bilan, maqsar bilan boqilmaydi.
Mana bu donlarni. Ha, hozir shularni rosa Voy, voy. ko'rsatdim mana. Mana maza qilib qushlar yeydi-yu buni-yu. Mana bu donlar bilan boqib, sayratib, hamma bu donlarga qo'shilgan oqsiz moddalardan tortib, hammasi bor-da. Aniqda qizartiradigan, anu nima edi anu olib kelgan o'shani qizartiradiganni. Ha, uni ko'rsatdik-ham, ha. iPhone ketdi. Men o'sha iPhone'ni yangi qushlarga beraman. Qizarib, cho'tga tullayotganda bersanglar, a'lo nur ustiga a'lo nur. Mana qarang, mana. Karameklarni qilyapti. Buni odamni o'zi ham yeb olaman deydi buni kididan. Ha. Shunaqa приятный mana shunaqa narsa. Вообще, men beryapman qushlarimga shunaqa maza qilib yeyapti. Yeb ko'rardim, ikkita yuzim qizaradi deb yegandan-ga. Ha. Mana shunaqa qushlar maza qilib yeydigan donlar shuncha sharoit qilib qo'yilgan. Ha, darvoqe, ha, hozir Jasurning qo'lidagi ozuqa, qadrli do'stlar, shu nuqtaga e'tibor beringlar. Bu juda zarurat. Bizning armonimiz edi bir payt. Qizilbosh yurok degan qush bor. Bu juda nozik qush. Ha, qizilbosh yurok, o'sha krasnoshapishning yurok deydi. Shuni hech boqa olmasdik. Zavol topaverardi. Bu maxsus o'shalar uchun ekan-a? Mana shu qizilbosh yuroklar uchun. Дорогие друзья, в домашних условиях содержать красношапочных вьюрков чрезвычайно сложно. Необходимые корма, мелкие семена нужны. Вот именно вот этот корм для таких мелких птиц. Вот тут вот мы видим очень мелкие птицы. Вот он как раз таки подходит и для красношапочных вьюрков тоже. Zo'r. Buni kilosi necha pulida? Bu hali narxini chiqarmadi, xudo xolasa endi chiqaramiz. Ya'ni hozircha bebaho. Narx qo'yilmadi. Mana shu firmaniki. Taxminan bir 100 ming, 110 mingga chiqadigan narsa. Грубо говоря, 9-10 долларов за килограмм. Новшество 9-10 dollar atrofida ekan. Hozir mana pauzaga qo'yib, har galgidek bemalol mana ko'rishinglar mumkin. Mana nima urug'lar bor. 16 xil dondan tarkib topgan ekan. Kanaplaniyuru, sachratxuru, Nijer semeni, perilla, har xil 16 xil don ekan. Zahar, rapis. Zo'r. Mana bu juda ham yaxshi bo'libdi. Qizilbosh yuroklar juda qiynaladi yirik ozuqalarni yeyishga. Kelgan bitta narsa to'xtalishimiz kerak. Bedana raqlasa rivojlandi hozir. Bedanlarni hozir ochirayotgan odamlar juda ko'p. Aynan jo'jalariga 1 kunlikdan 40 kunlikgacha bo'lgan bedanalarimiz uchun ham ko'rimlarimiz keldi. Bu ozuqa, ha? Ozuqa juda patlarini yartillatib, tez katta qilib, sayroq kirgizishga ham zo'r. Bu nima? Tarkibi aslan sutli mahsulotlar ekan. Canario фирмасыники. Italyaniki. Для перепелов. Дорогие друзья, у нас в Узбекистане сейчас итальянские перепела просто прям, не знаю, в большом тренде. И вот у нас многие разводят, и вот для как раз перепелов вот эти новые корма. Super yangiliklar, zo'r. Mana bu sayrat medorlarimizdan yetib keldi. Ya'ni Bu ham bedanalarga? bu bedanalar uchun. Hozir mana ko'pchilik endi o'zimizning akalarimiz tavsiya qilib berayotganimiz bu donga ko'rsating. Bu donga 1 kilosiga bu ko'rimimiz va oldingi videolarimizni ko'rsatganmiz. Ha, omiqta qilish. 1 kiloga bundan 200 gram, bunisidan jo'jalangidan 200 gram qo'shib beryapmiz. Mana o'zimizda bu donlar tortilib qolgan paytda bedanalarimiz sayramayapti edi. Bizdan bedanalar turibdi do'konda. Sayramayapti. Keldi, berisi 2 kunda hamma sayroq kirib ketdi. Bar sayratishga effekti juda zo'r. Olib berko'liklarni biladi. Kimga kerak bo'lsa do'konga kelsa, maslahat berib qilib beramiz. Xullas, kattakon rahmat. Darvoqe shu rolikning oxirida aytmoqchi bo'lganim Husan aka. Jasur shu do'konga ishga kirgandan keyin mana kuni kecha o'g'il farzandli ham bo'ldi. Alloh xayrli qilsin. Rizqi bilan, ota-onasi bilan Tabriklaymiz, Jasur. Вот у Jasura недавно сыночек родился. Желаем долгих лет жизни. Qizam sog' bo'ling Husan aka. Ko'pchilik eshitib xursand bo'ldi, gaplaringizdan ko'pchilikka foyda berdi. O'sha manfaatli videolar bo'ldi. Aytganingizdek bizning bolaligimizda bu hatto tushimizga ham kirmasdi. Hozir qancha sharoitlar bor. Shu boqish uchun necha xil don bor. Sho'gadaga sizga ham rahmat, bosh qosh bo'lganingizga, shular bilan ta'min. Bugungi kunda bu oson ish emas. Aslida
Toshkentni bir nuqtasidan ikkinchi nuqtasigacha nimanidir olib kelib manzur qilish qiyin. Endi butun boshqa mamlakat okeanlarni u tomonidan bu tarafiga olib kelib, uni manzur qilib odamlarga yetkazishi o'zi qancha mehnat, mashaqqat, harakat talab qiladi. Parvardigor shu xayrli ishlarga doim quvvatli qilsin. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Rahmat Husan aka, rahmat sizga. Jasurga ham rahmat tanishtirganlari uchun. Kelinglar do'stlar, kuzatinglar, ko'ringlar, o'zinglar uchun bir olam kashf etasizlar va qanotli do'stlaringlarni sifatli ozuqalar, sifatli aksessuarlar bilan sevintiringlar. Qandaydir savollar bo'lsa, izohlarda yozishingiz mumkin. Zone Market xodimlari, vakillari imkon doirasida albatta javob berishga harakat qilishadi. Video tagida ko'pincha qaysi telefonga qo'ng'iroq qilaylik degan savol tug'iladi. Video tagidagi izohlarga kirib turing do'stlar. Ana shu yerda manzil, telefonlar hammasi yozilgan. Адреса, телефоны, контакты под видео в описании будут. Можете звонить, приезжать. Всех благодарю за внимание. Yana bir bor eslatib o'taman, videolarimizni qisqa variatsiyalarini Instagram orqali ham kuzatishingiz mumkin. nurmuhammad.anvar deb yozsangiz meni akkauntim chiqadi va shu akkauntda ham qisqa videolarni Reels publikatsiya shaklida joylab boraman. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'linglar. Rahmat.